Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun 3-ma'ruzamiz markazdan qochma nasosning konstruksiyalari va porshelli nasoslar haqida mavzu haqida gaplashamiz. Rejaga asosan 7 ta rejani ko'rib chiqamiz. Bu markazdan qochma nasosning markalari haqida tushuncha, ikkinchisi turli xil muhitlarda ishlatiladigan markazdan qochma nasoslar, uchinchisi markazdan qochma nasoslarning muhit temperaturasining ta'siri, to'rtinchi porshelli nasoslarning tuzilishi va ishlash prinsipi, porshelli nasosning ish unumdorligi, nasosning ish nuqtalarini aniqlash va kavitatsiya hodisasi haqida gaplashar ekanmiz. Demak, maxsus nasoslardan tashqari umumiy holatlar markazdan qochma nasoslar GOS bo'yicha markalanadi. Demak, mana slaydda ko'rinib turibdi. Demak, GOSlar keltirilgan. Endi nasosni 3 ta harf o'z ichiga oladi. Demak, C harfi, demak, kirillcha rus tilidan C harfi markazdan qochma degan ma'noni bildiradi. Kirillcha N harfi esa nasos degan so'zni bildiradi. S harfi esa seksiyali. 2 soni esa bu birinchi uning unumdorligi. 2 ta son, demak, uning unumdorligi haqida ma'lumotni bildiradi. Masalan, ana CNS 2288 bo'ladigan bo'lsa markali, demak, unumdorligi 22 metr kub soatiga, napori esa 88 metrgacha yetadi. Demak, C degani markazdan qochma, centrobejniy degani N harfi kirillcha demak nasos, C degani seksiyali degan ma'noni anglatar ekan. Keyingi GOS bo'yicha esa ikki yoqlama ishlaydigan nasoslarda, demak, D harfi bilan belgilanadi. Masalan, D 2100, unumdorligi soatiga 2000 kubometr bo'ladigan bo'lsa, napori 100 metrgacha bo'lgan suyuqlikni uzatish qobiliyatiga ega bo'lgan. D harfi esa ruschasiga двухсторонний degan so'zdan kelib chiqqan bo'ladi yoki ikki yoqlama degan so'zni bildiradi. Xo'sh, ishlatish sohasiga ko'ra hamma markazdan qochma nasoslar quyidagi guruhlarga bo'linadi. Demak, bu birinchisi bir va ko'p pog'onali toza suv uchun mo'ljallangan markazdan qochma nasoslar, ikkinchi kondensatli markazdan qochma nasoslar, uchinchi so'rovchi markazdan qochma nasoslar, to'rtinchi mayda zarrachalar va har xil suyuqliklar aralashmalarini uzatuvchi markazdan qochma nasoslar, beshinchisi kislotalik darajasi yuqori bo'lgan suyuqliklarni uzatuvchi markazdan qochma nasoslar deyiladi. Endi har bittasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, yuqorida ko'rsatilgan 5 xil guruhdagi nasoslarni bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchisi, demak, toza suv uchun mo'ljallangan nasoslar xo'jalik ishlarida, texnik sohalarda va yong'inga qarshi ishlarda suvni yetkazib berish uchun sanoatda har xil xo'jaligida, demak, qo'llanadi. Ular bir pog'onali va ko'p pog'onali bo'la oladi. Bir pog'onali nasoslarning eng oddiysi konsolli nasos hisoblanadi. Konsolli nasosning umumiy ko'rinishi mana quyidagi ana rasmda keltirib ko'rsatilgan. Ko'zdan kechirib, demak, kerakli adabiyotlardan ham ko'rishingiz mumkin bu narsani. Internet orqali ham qidirib ko'rib, demak, ularni o'rganib chiqishingiz mumkin. Xo'sh, bu tipdagi, demak, nasoslar ish unumdorligi, demak, 10 dan 300 metr kub soatigacha bo'ladi. Demak, napori esa 10 dan 100 metrgacha, demak, bo'ladi. Ana 4 bosqichli, demak, umumiy ko'rinishi ham bu yerda tasvirlangan. Ikkinchi markazdan qochma nasosimiz, demak, kondensatli nasos hisoblanadi. Bu kondensatlarni drenaj va issiq suyuqliklarni haydash uchun mo'ljallangan. Bu suyuqliklarning temperaturasi 393 kelvingacha bo'lgan suyuqliklarni, demak, uzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Suv va agressiv bo'lmagan suyuqliklar uchun markazdan qochma nasoslar ishlatiladi. Ular seksiyasi tipdagi nasoslar, seksiyali tipdagi nasoslar, bu nasoslarning ishlashi boshqa nasoslar kabi ishlaydi, faqatgina uning sanliklari sovutish uchun maxsus teshiklari qo'yilgan bilan sanliklar o'rnatilgan joyga material maxsus materiallardan yasalgan bo'ladi.
uchinchi markazdan qochma nasosini so'rovchi markazdan qochma nasoslar bo'lib, asosiy chig'iriqxonalarda suvni yetkazib berish uchun ishlatiladi. Ko'pgina hollarda ko'p pog'onali markazdan qochma nasoslar yuqori bosimlarda va yuqori temperaturada suyuqliklarni uzatish uchun ishlatiladi. Bu nasoslarni ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi MD markali nasoslar, ikkinchi seksiyal tipdagi nasoslar 1500 metrgacha demak bo'lgan suyuqliklarni uzatish uchun mo'ljallangan bo'lib hisoblanadi. To'rtinchisi, demak kislotalik darajasi yuqori bo'lgan suvlarni uzatish uchun mo'ljallangan markazdan qochma nasoslar maxsus zanglamaydigan po'latlardan tayyorlanadi. Beshinchisi, bu mayda zarrachalar va har xil suyuqlik aralashmada uzatuvchi markazdan qochma nasoslar boshqa nasoslarga qaraganda boshqacha materiallardan tayyorlanadi va texnik talablari boshqacha. Chunki aralash suyuqliklarning ichida mayda zarrachalar va kattaroq zarrachalar loyqa suyuqliklarni katta tezlikda nasos ichidan o'tayotganda tirnab o'tishi va shuning uchun ularning materiali qattiq materiallardan foydalanib tayyorlanadi. Bunday nasoslar shakli suyuqliklar gidrotexnik ishlarda, ya'ni ifloslangan suvlarni uzatish uchun ishlatiladi. PN tipdagi qumli nasos bunga misol bo'la oladi. Buni mana quyidagi rasmda ko'rish mumkin. Mana shunga o'xshagan demak nasos hisoblanadi. Mana sanliklarni sovutish yoki maxsus moylar bilan moylab turish uchun yoki xususiyatini yo'qotmasligi uchun ko'rsatilgan grafik sxemadan ko'rishingiz mumkin. Maxsus demak o'sha joyi bor. Mana bu yerda oladigan bo'lsak, mana bu sanliklar sovutish uchun demak suv yoki boshqa bir maxsus vosita bilan demak sovutilib turiladi. Portionli nasoslar haqida gapiradigan bo'lsak, bu suyuqlik haydash trubasiga ilgarilama qaytma harakat qiluvchi mexanizmlar orqali uzatiladi. Portionli nasoslar vositasida har qanday hovuchqovlikdagi suyuqliklarni uzatish mumkin. Portionli nasoslardan oz miqdordagi suyuqliklarni yuqori bosimda uzatishni va suyuqlik sarfi o'zgarmas bo'lib, bosim keskin o'zgaradigan hollarda foydalanish qulay. Bu nasoslar portion bo'lishi mumkin. Ishlatish prinsipiga ko'ra portionli nasoslar oddiy va ikki bosqichli bo'ladi. Portion suyuqlikni faqat old tomoni bilan siqib chiqaradigan nasos oddiy bir tomonlama ishlaydigan nasos deyiladi. Demak, bu sxemasi 13-rasmda keltirilgan. Uni yaxshilab o'rganib ko'rib, demak, xulosa keltirishimiz mumkin. Agar nasos silindrda portionning ikki tomonlama joylashgan ish kamerasi bo'lsa va portion ulardan suyuqlikni ketma-ket siqib chiqarsa, bunday nasos ikki bosqichda yoki ikki tomonlama ishlaydigan nasos deyiladi. Oddiy nasos, oddiy portionli nasosning ishlash prinsipini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, nasos portionni so'rish prosesida o'ng tomonlama harakat qiladi va ish kamerasi hajmi kattalashadi. Undagi bosim esa kamayadi va atmosfera bosimidan kichik bo'lib qoladi, ya'ni kamerada siyraklanish hosil bo'ladi. Pastki rezervuardagi suyuqlikni erkin sirtda atmosfera bosimi ta'sirida bo'ladi. Atmosfera bosimi bilan pasaytirib, bosim orasidagi farq ta'sirida silindrning ish kamerasida siyraklanish vujudga keladi va suyuqlik rezervuardagi so'rish trubasi bo'ylab silindrga ko'tariladi hamda so'rish klapani ochilib, nasosning ish kamerasi bo'shliq to'ldiradi. Portion o'ng chekkaga holatiga egallagach, suyuqlik ish kamerasidan to'ldiradi va so'rish klapani berkitadi. Portionning chap tomon teskari harakatlansa, demak, portion silindr va ish kamerasi bo'shlig'ini to'ldiruvchi suyuqlikdan bosim beradi va uni haydash klapani orqali uzatish trubasiga chiqarib beradi. Mana bu yerda ikki tomonlama ishlaydigan plunjerli nasoslar tasvirlangan. Bu ham demak hajmiy nasoslarga misol bo'la oladi. Demak, yuqori bosim hosil qiluvchi nasoslarga bu portionlar o'rniga silindrsimon plunjerlar ishladi. Bunday nasos plunjerli nasoslar deyiladi. Portionning bir marta borib kelish vaqti birligi ichida nasos uzatib beradigan suyuqlik miqdori portionli nasosning ish unumdorligi yoki boshqacha aytganda uzatilish deyiladi. Uning formulasi demak mana
25-formulada keltirilgan. Buni yaxshilab o'rganib olish imkoniyatiga ega unumdorlikni hisoblay olamiz. Agarda uzatish koeffitsiyenti yoki ikki tomonlama ishlaydigan nasosni unumdorligini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak mana bu 26-formula orqali demak amalga oshiriladi. Xo'sh. Mana bu sxemada demak nasos turbaning o'zaro bog'lanish xarakteristikasi berilgan. Mana nasos va turba orqali A nuqtada kesishganini, mana shu A nuqta nasosning ish nuqtasi hisoblanadi va unumdorlik bilan naporning bog'liqligida mana shu yerda demak A nuqtada kesishmasi ish nuqtasi hisoblanadi. Bu sxemani kerakli hisoblashlarda ko'rsatib sxemada chizilib demak topiladi. Nasos g'ildirak tez aylanishda va issiq suyuqliklarni markazdan qochma nasos yordamida uzatganda kavitatsiya hodisasi yuz beradi. Bu vaqtda nasosning suyuqlik tez bug'lanadi. Hosil bo'lgan bug' suyuqlik bilan yuqori bosim zonasiga o'tib, tezda kondensatsiyalanadi. Natijada nasos qobig'ida katta bo'shliq hosil bo'ladi. Nasos qattiq silkinadi va taqillab ishlaydi. Nasos kavitatsiya rejimiga ko'proq ishlasa, u tezda buziladi. Shuning uchun temperaturasi yuqori bo'lgan suyuqliklarni uzatganda bu hodisani qo'shimcha kavitatsion koeffitsient bilan hisobga olinishi kerak bo'lib qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi 3-ma'ruzamiz tugadi. Rahmat, sog' bo'ling.